Salom bolalar. Bugungi bizning darsimizning mavzusi qaysi jismlar yorug'lik uzatadi degan mavzu. Darsimizning maqsadi yorug'lik o'tkazadigan va o'tkazmaydigan jismlar bilan tanishish, yorug'likni qaytishning ahamiyati. Yorug'lik ikki xil turga bo'linar ekan: tabiiy yorug'lik va yasama yorug'lik. Tabiiy yorug'likka nimalar kiradi? Bunga kun, oy, yulduz, kamalak kiradi. Yasama yorug'likka esa shamchiroq, salut, lampochka va shular kiradi. Mana bu rasmda biz quyosh nurini ko'rib turibmiz. Demak, bu quyosh nuri nimaga kirar ekan? Tabiiy yorug'likka kiradi. Mana bu rasmda esa nimaning rasmini ko'rib turibmiz? Shom esa yasama yorug'likka kirar ekan. Yorug'lik havo, tiniq suvda o'tadi. Tiniq bo'lmagan jismlarda yorug'lik o'tmaydi. Suvning qattiq holati gazsimon tiniq bo'ladi. U tiniq bo'lgani uchun ham u yorug'likni o'tkazadi. Masalan, 2 stakan olib, biriga suv qo'yib, biriga sut quyib qo'ysak, suv qo'ygan stakandan yorug'lik o'tadi. Nega? Chunki suv tiniq rangda bo'lgani uchun undan yorug'lik o'tadi. Endi ikkinchi stakanimizga sut quyib qo'ysak, undan yorug'lik o'tadimi? Yo'q, o'tmaydi. Chunki u sut tiniq rangda emas, u oq rangda. Shuning uchun undan yorug'lik o'tmaydi. Oy o'zidan yorug'lik chiqarmaydi. U quyosh nurini o'zidan qaytaradi. Quyosh nuri yuzasi tekis, yaltiroq, oyna kabi jismlarda yaxshi qaytishini bilamiz. Ba'zi jismlarning, masalan, oq varaqning, sochiqning, kiyim, gilam, devorning yuzi, daraxtning tanasi g'adir-budir bo'ladi. Bunday yuzalardan ham yorug'lik qaytadi. Yorug'likning qaytishi natijasida biz atrofdagi jismlarni ko'ramiz. Jismga tushgan yorug'lik qaytgani uchun ham odam uni ko'radi. Yorug'lik faqat tekis, yaltiroq jismlardan emas, g'adir-budir yuzalardan ham qaytadi. Yorug'lik oyna yuzasidan bir yo'nalishda qaytadi. Shuning uchun biz o'z aksimizni ko'ramiz. G'adir-budir yuzadan esa turli yo'nalishda qaytadi. Shuning uchun aksimizni ko'rmaymiz, lekin uning qanday jism ekanligini farqlaymiz. Masalan, kitob sahifalari g'adir-budir bo'lgani uchun ham biz rasmlar va harflarni ko'ra olamiz. Biz quyosh nurini oq yorug'lik ko'rinishida ko'ramiz. Mana shu oq yorug'lik 7 ta rangdan tashkil topgan. Uni birinchi bo'lib 1672-yili ingliz olimi Isaac Newton kashf etgan. Yorug'lik nuri shisha prizma orqali o'tganda 7 xil rangda: qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, moviy, ko'k, binafsha tuslarga ajralishini payqagan. Kamalak ham xuddi shunday paydo bo'ladi. Bunda suv tomchilari prizmaning vazifasini bajaradi. Yomg'irdan so'ng quyosh chiqib, quyosh nurlari havodagi shaffof suv tomchilari orqali o'tganda u 7 xil rangda ajraladi. Demak, bu 7 xil rangimiz kamalak rangidir. Jismning rangi va yorug'lik bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Agar yorug'lik bo'lmasa, ranglarni ajrata olmaymiz. Shuning uchun ham qorong'i xonada biz hech narsani ko'rmaymiz. Yorug'lik nuri yutiladi va qaytadi. Mana shu hodisa natijasida biz atrofimizdagi jismlarni ko'ramiz va ranglarni farqlaymiz. Mana shu bilan bugungi mavzuimiz yakun bo'ladi. Endi bolalar, sizlarga aqliy hujum, ya'ni ozgina miyamizni ishlatish uchun miyalaringizga ozgina hujum qilamiz. Birinchisi, yorug'lik qanday rangda deb o'ylaysiz? Birinchi savolimiz.
Ikkinchi savolimiz. Kamalak qanday rangdan tashkil topgan? Buni men hozir aytib o'tdim. Shuni yaxshilab diqqat tinglagan bo'lsangiz, buni siz bilib olasiz. Bolalar, endi uyga vazifa. Mana shu yorug'lik, qanday jismlar yorug'lik o'tkazishini haqida qo'shimcha ma'lumotlarni topib, keyin menga aytib berasizlar. Shuning bilan darsimiz tamom. Xayr.